motorimiz iskilgida ko'z aparatishadi. Samariddin aka, charchagan jo'qsizmi? Yo'q, rahmat. Piroda jag'otami? Nimani? Piroda jarab turish. Ajoyib piroda, tabiat. Mana hozir o'sha iskilga kirib ketamiz, bo'g'im qopchiq aynan chiqib o'tamiz. Tog'larni o'zi ko'rib hayron qolyapman o'sha. Jiva, qavat bo'lib bir tabiiy geologik qatlamlarni hosil bo'lishi qiziq bo'lgan ekanda. Bir joyga qarasangiz turpoq, bir joyda tagida tosh paydo bo'lgan. Qiziq tabiat, tog'lar. Nabijon? Rabbi. Как arxeolog neni o'ylab ketdingiz? Bu shu vohasi nafaqat madaniy, shu bilan birga tabiiy ham bu boylik hisoblanadi. Tabiiy ham boylik hisoblanadi. Mana qarang, tabiatning go'zalligi, Samardin akam aytganlaridek qatlamlarda o'zgarib borishi, suvda oqib turishi, tabiat, bu bunaqa tabiiy manzara hamma joyda ham yo'q. Umuman O'rta Osiyodagi eng go'zal joylardan biri shu Chuy vohasi. Keyin bu yerdagi madaniyat albatta ko'chmanchilar madaniyati, bu chorvadorlar madaniyati, ko'chmanchilar madaniyati. Buni Lev Gomilev juda chiroyli yozgan. Bu yerda aslida turkiylar yashagan, turkiy qabilalar. Ular chorvadorlik bilan shug'ullangan. Bu vaqtda ko'plab yozma manbalar bor, arxeologik manbalar bor. Men o'ylaymanki, ertangi konferensiyaga, ertaga boshlanadigan konferensiyaga mana shu masalalar ham ko'tarilib, bir ijobiy madaniy turizmni rivojlantirish g'oyalari rivojlanadi deb o'ylayman. Iktiyorjon? Qanday keldingiz? Burada sayohatimiz yaxshi o'tyapti. Qirg'izistonda bejizga jannat makon yurdim ekan, mana o'zimiz yo'lda yurib ko'rib, guvohi bo'lyapmiz. Tabiat qarayapmiz, go'zal. Qanday o'zgaryapmiz? Yo'llar ravon. Sayyohlarga juda yaxshi sharoitlar yaratilibdi. Yo'llarda choylarni ichdik, qatlamalardan baham ko'rib, ulardan iste'mol qildik. Juda ko'p sayyohlarni ko'ryapmiz, chet ellardan. Hammasi xursand. Iloyim eson-omon bo'lib, tadbirlarni yaxshi o'tkazib kelaylik. Xudo xolasa, bu yerdagi yangi do'stlarni, yangi hamkasblarni ko'rib, ular bilan tanishib, iloyim kelgusida yana bir yaxshi niyatlarni ko'nglimizga tugib turibmiz. Nasib qilsa, Xudo xolasa, tadbir juda zo'r o'tadi degan umiddaman. Rahmat. Xayrulloh. Akay, bizdagi shu O'zbekistondagi yirik muzeylardan kesibdoshlaringiz, ustozlar bilan shu Qirg'izistonimizni maqtanib, qo'zilarimizni ko'rsatib boratamiz. O'sha so'zlar bilan dag'i, ko'zlardan dag'i bilinib turadi. Shu bizning beyishda bo'lgan yerimiz, ayvay jaqqanin, shu kechadagi yaxshi so'z aytdi Nabaka. Qirg'iziston bizning yerimiz, sizlarning yeringiz, O'zbekistondagi sizlarning yeringiz degandek, biz ota-bobolarimiz usulmagan yerni qo'rg'ab, dunyolik sivilizatsiyada o'z o'rnini topib kelib o'tadi. Ham Xudoy buyursa dag'i shu madaniyat vakillari biz birinchi кезекте elni qayroq uyg'otib, murdaqinday birindikni, jana shu dunyo elini tan qoldirib suqtangan, biz bilan eseplasha turgan doğrularga shu fundamentni qo'yib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Men o'ylayman, shu muzey forumi bundan ari Qirg'iziston muzeylaridan emas, shu O'zbekiston, Qozog'iston muzeylarini biriktirib, bir bunday cho'ng nimada ishni boshlatib bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Samardin aka, bizning guruhlarni oqsoqol qator o'zimiz. Endi har bir narsaga Allohning nazari tushgan joylar bo'ladi-da. Mana shu joylar ham mana ko'rib turibmiz, shu Allohning nazari tushgan joylar ekan. Bekorga men Nabijon ta'kidlaganday jannat makon o'lkalardan Qirg'iziston bo'lmagan va xalq kelib bekorga bu joylarga qadimdan joylashib qolmagan. Mana shunda tabiatning go'zalligi, sharoitning borligi, o'sha chorvador madaniyat rivojlanishiga asos solingan joylardan biri ekanligini guvohi bo'lib turibmiz.
Ayniqsa o'sha Cho'j vodiysi haqiqatan ham go'zalligi bilan farq qiladi. Bektorjon bir ashula aytib qo'yasizmi? Ha. Do'stlik jo'nida. Akam hozir ichidan aytib ketyapti. O'zim har joyda mana shu okenga o'libsan. Yangamiz o'libdi. Har zamonda onasi deb qo'yapti. O'sha mashina bilan sol qulab ketayotgan. Endi uzoqqa borgandan keyin xotinimni qanday go'zalligini, oqila, soliha ayol ekanligini endi siz ham Shu vaqtgacha bilmagan ekanman. Mana hurmatli tug'anlar, biz hozir Cho'y oblasidan Issiqko'l oblasiga o'zlab safar tortib boratamiz. Boradigan yerimiz bugungi bu Cho'qtaldagi es aluvchi joy. Albatta, yuqorida bizning safardoshlarimiz aytganday, shu yerda bir 3 kunga so'zilgan yaxshi muzeychilardan boshini biriktirgan muzeylardan taqdiri talqilana turgan cho'ng talqo'jaratchi konferensiya bo'lib жатат. O'sha konferensiyada yaxshi niyat tilak bilan shu O'zbekistondan Samarqand shahrining birlashgan muzeylar birikməsinin yetakçisi Samariddin Mustafaqulov, Anjan Oblastlik Mamlaketlik Tarix Muzeyi'nin yetakçisi İhtiyarcan Rasulov, Jana Sharqi Sabz Muzey qo'rg'uning yetakchisi Qo'shbaqov Nabijan do'stlarimiz cho'g'imiz bilan barajatat. Albatta biz şu ellerden, mamlaketlerin ortasındagi tekteş ulutların ortasındagi intimak bilimde gözde bekimde olsak, bizden aldıda jеңиштерimiz arvın bo'ladi degan boy tilekdebiz. Buna Xudoy buyursa, Issiqko'ldan yer arası so'g'ib turgan biz kengirsigan Issiqko'l o'ydumuna chiqdik. Safarimiz aldıda ulanmoqchi.